Assalomu alaykum. Salomat Aleksandrna savollaringizga javob berishda davom etmoqda va oxirgi kunlarda barcha kommentariylardagi tushgan savollarni o'rganib chiqsak, juda ham ko'p yoshi katta, ya'ni 45 yoshdan katta, 50 yoshdan katta ayollardan quyidagi o'xshagan savollar ko'p tushib kelmoqda. Misol uchun, mana assalomu alaykum, yaxshimisiz? Meni yoshim 53 ta. Men tez-tez sistit bo'laman. Nishatsam bo'ladi, qanday ukollar olsam bo'ladi deb so'rayapti. Va mana yana qarang. Assalomu alaykum. Yoshim 49 da. 2005-yil yozda terlab sovish boshlandi menda. 4 oydan keyin to'xtab, 26-mart oyida yana shunday terlab boshlandi. Dim suv ko'p, suv bo'lib ketaman. 2 oy bo'ldi hayzim tugaganiga deb yozgan. Yana bir marotaba sizlarga ham ma'lumot, ham hozirgi kunda ayollarni juda ham ko'p dolzarb muammo nima bu hayzdan keyingi holat, ya'ni ayollarda hozirgi o'zimiz tilda aytganda klimaks, menopauza davri hisoblanadi. Ya'ni ayol kishida reproduktiv yoshi tugallab, keyingi etap yoshi gormonal o'zgarish natijasida umuman hayz tugatiladi va ayol kishida o'shanga bo'lgan adaptatsion jarayonlar kuzatiladi. Va hozirgi kunda yana bir nimani sizlarga aytib o'tmoqchiman. Barcha savollar aynan shu gormonlar o'zgarish natijasida kelib chiqadigan o'zgarish. Kimdadir bu tez-tez sistit holatda kuzatilishi mumkin. Ko'proq atrofik kolpit kuzatilgan tufayli bularda sidik tuta olmaslik, tez-tez sistit holatlar kuzatilishi, ya'ni ayol kishi aynan shu qismidan bunda har kuni muammo kuzatiladigan dolzarb muammolar kelib chiqadi. Keyingi holat aynan eng yomon bu vegetativ o'zgarish deb aytiladi. Ayol kishi terlab sovishi natijasida tez-tez shamollaydigan bo'lib qoladi. Juda ham asabiy bo'lib qoladi. Yuraginda har xil xurushsimon kuzatiladigan holatlar kuzatiladi va nevrologik holatlar kuzatiladi. Buning uchun men sizlarga endi har bir kelayotgan kommentariyingizga, savollaringizga javob chuqurdan berishga harakat qilaman va bugundan boshlab sizlarga ma'lumotim tarzida yetkazadigan ma'lumot shundan iboratki, bizning markazimizda aynan reproduktiv bo'limda menopauza xonasi tashkil qilingan, ya'ni shu yoshdagi ayollar shu holatdagi muammolar kuzatilsa bemalol bizning markazimizga murojaat qiladi va bu markazimizdagi xonadagi o'z faoliyatini ko'rsatadigan Manzura Kalandarovna faoliyat ko'rsatadi va sizlarga yordam beradi. Shifokorning asosiy vazifasi nima? Birinchi, albatta, onkologik tekshiruvdan tekshirishni o'tkazish. Ikkinchi, bu kichik chanoq sohasidagi joylashgan barcha tana a'zolarning tushishi, ya'ni nima deb aytamiz biza? Matka tushishi deb aytiladi. Bachadon tushishi, old orqa devor osilib tushishi, bu qay darajada u ayolda muammo keltirib chiqargan darajasini aniqlash va uchinchi bajaradigan vazifasi bu shu ayoldagi qay darajada gormonal buzilishlar kelib chiqqanligi aniqlashtirgandan keyin albatta shifokor tarzida unga juda ham to'g'ri yo'nalish beradi. Bu agarda unda gormonal buzilishlar bo'lsa, juda ham to'g'ri qilib menopauzadagi gormonal MGT deb aytiladi, ya'ni menopauza gormonal terapiya beradi. Agarda unda hali bu holat kuzatilmagan bo'lsa, unda ZGT, ya'ni zaменяющий gormonal terapiya beradi. Onkologikka qandaydir tekshiruvdan bir nima muammo kelib chiqadigan bo'lsa, albatta onkoginekolog bilan kelishgan holda unga kerakli davo choralar beradi va uchinchi holat bu o'zi markazimizdagi xirurg ginekologlar bilan birgalikda unga birinchi etap davo choralar tufayli tushishni yaxshilasa bo'ladimi yoki jarrohlik tufayli qandaydir plastik operatsiyalar ishlash kerak ekanligi ma'lum bo'lsa, o'sha yordam beriladi. Ya'ni bitta kabinetda, bitta xonada siz barcha savollarga javob topasiz va barcha sizni bezovta qiladigan muammolarga shifo topasiz. Rahmat katta.